hurmatli yurtdoshlar, mana bitta dravikamiz yana loshimizdan Karim akamizga olib berdik. İşlash jarayonini ko'rsatamiz mana hozir. Bu yaxshimi? Bu yaxshi edi. 216. Mana neyda qaytarasiz aka? Mana. Shu kunsidan ko'rsatyapti. Bir razmeda bu qo'lga apasni ekan-a? Endi qo'lga yetmaysan-da. Mana bu yerda ochiladi aka. Mana bu yerda ochiladi. Ochish prinsiplarini o'rgatib ketayim-da. Mana bu olinadi. To'xtagandan keyin qo'yasizlar setkani. Aborot katta-da. Unda 3,5 aborot bor. Mana uni hashakka setga qo'yiladimi yo faqat yem uchun qo'yiladi? Hashak uchun ham setga qo'yiladi. Ikkita setkasi bor. Qo'ya setkasini berdik. Qo'yib ber ko'rsating. Setkasini olib kel, to'xtasin. Qolgan setkani olib kelinglar. Olib kel setkani. Hozir to'xtagandan keyin setga qo'yish jarayonini ko'rsatamiz. Mana qarang aka, gaz balonga qilingan. Gaz balon. Mana bu. Ha, stol balon. Ko'ryapsiz qalinligini? Setka mana shunday hashak yuzandirish faqat. Ha, ancha bedami, somonmi, qanday hashak bo'lsa, mana bizlarda bunday